Rang-barang bodroq. Anta, meni eshit. Qara, tashqarida yomg'ir yog'yapti. Endi hech narsa qila olmaymiz. Ha, bugun endi xafa bo'lmagin, xo'pmi? Qara, darrov jundingga. Yomg'ir ham bir ne'mat. Agar Anta, qorning ochdimi? Meni ham. Xo'sh, nima yesak yaxshiroq ekan-a? Ra, nima qilyapsan? Oyi, men sizni telefoningizda tashqaridagi narsalarni suratga olmoqchi edim. Bizga hovlida o'zing ishla degan vazifa berishgan edi. Shuning uchun hech narsa qila olmadim. Shunaqa degan. Sendan bir narsani so'ramoqchi edim. Ozroq bodroq tayyorlamoqchiman. Yeging kelyaptimi, qizim? Yeyman. Qanaqa tayyorlamoqchisiz? Ha, ajoyib, ajoyib. Ayni paytda oyijon, Antani ham qorni juda ochgandi. Kimni qorni och? Antanimi yoki Raranimi? Voy. Meni ham qornim ochdi. Unda menga bodroq qilishimga yordamlasharsan-a, qizim? Voy, bodroqmi? Jon deb yordamlashaman, oyi. Keyinroq qanday bodroq qilishni ko'rsataman. Xo'pmi? Voy, xo'p bo'ladi, oyi. Yura qol. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. Nima bo'ldi, Ra? Nega o'ylanib qolding? Oyijon, bodroqni ham shirin, ham rangli qilsa bo'ladimi? O'shanda juda yaxshi bo'lardi-da. Rangli va shirin bo'lsinmi? Ha, ajoyib fikr. Rara. Buni yema? Ha. Oyijon, mana bu ranglarni ham qo'shsangiz-chi. Mana oyijon. Mashalloh. Rara, bu yoqqa kel. Ha, oyijon. Mashalloh. Kamalak. Bu kamalak-ku, oyijon. Voy. Ha, Rara. Alloh taoloning mo'jizasi hamisha go'zal va betakror. Ulardan biri kamalak yomg'irdan keyin paydo bo'ladi. Voy. Rara, bilasanmi? Juda ajoyib nimadir ko'rsak, Allohni zikr etib, duo qilishimiz kerak. Qanaqa duo, oyijon? Bismillahirrohmanirrohim. Robbana ma xalaqta haza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Tushundim. Yaxshi. Endi kel, bodroq yeymiz, qizim. Ajoyib. Ha, yeyman, oyijon. Bodroq, bodroq. Rangli bodroq. Birinchi bo'lib o'zim yeb ko'raman. Bismillah. Biram shirin. Men ham totib ko'raman, xo'pmi? Albatta, oyijon. Bismillah. Antani ham yegisi kelyapti.
inshaalloh. Qayta ishlangan shisha, quti, qum. Yaxshi. Ertagayoq qum soat yasayman unda. Lekin bu qo'limdan kelmasa-chi? Unda nima qilaman? Kimdan yordam so'rasam ekan-a? Mayli, Nusa, xayr. Ha? Mayli, Abdul, Sofiya, yaxshi boringlar. Nusa aka, Sofiya opa, Abdul, Nima bo'ldi, Ra? sizlardan yordam so'ramoqchi edim. Senga qanday yordam kerak? Ertaga men qum soat yasamoqchi edim. Qum soat? Shundaymi? Wow, kontenting uchun bo'lsa kerak. Qiziq tuyulyapti. Yaxshi. Inshaalloh Qur'on qiroatidan kelgach senga yordamlashaman. Zo'r. Voy, yaxshi. Inshaalloh ertaga men ham Raraga yordamlashaman. Qur'on qiroatidan keyin uyingizga kelaman. Abdul, sen ham kelasan-a? Ha, albatta. Alhamdulillah. Hamma yordam bermoqchi. Kattakon rahmat. Ertasi kuni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, Sofiya. Voy, faqat Sofiya opam kelibdimi? Boshqalar qani? Nima? Nusa bilan Abdul hali ham kelishmadimi? Ular ikkisi ham mendan avval uyga ketishgandi. Mayli, qani, ichkariga kir. Kiring. Nusa akam bilan Abdul akam qayerda? Muncha qolib ketishdi? To'g'ri, odatda Nusa buncha kech qolib ketmasdi. Ular kelguncha o'zimiz yasab tursak-chi? Ha? Yaxshi. Ha, ikkalangiz boshlab turing. Zerikib qolmasligingiz uchun ozroq banan qovurib qo'yaman, xo'pmi? Rara yana ishga kirishdi. Ha. Ha, qum soat ham tayyor. Assalomu alaykum. Zo'r bo'ldi, Abdul. Ha, to'g'ri. Esingizdan chiqdimi, aka? Nima? Qum soat yasamoqchi edik-ku, lekin allaqachon yasab bo'lganga o'xshaysiz. Nega endi bizni kutmadingiz? Kecha sizlarga yordam berishga so'z bergandik-ku. Kecha Qur'on tilovatidan keyin yordamlashaman deb so'z bergandingiz. Futbol o'ynab bo'lgandan keyin emasa, to'g'rimi? Voy, Qovurilgan banan tayyor. assalomu alaykum, xola. Nima bo'ldi? Nusa, bu yaxshi emas. Nusaning va'dasi xuddi Abdulning va'dasiga o'xshaydi. Ya, men nima qildim? Esingdami, Abdul? Inshaalloh maktab ishlarini bajaraman deb aytganding. Lekin birdan uyga ketib qolib qaytmading. Yana birga o'ynashga ham so'z berganding. Inshaalloh qo'shilaman deganding. Lekin men uyingga borganimda faqat o'zlaring birga o'ynadilaring, to'g'rimi? Ya, qachon? O'shanda men axir kechirim so'ragandim-ku. Abdulda 2 marta bo'lgan, lekin menda birinchisi. Mayli. Endi tushunarli. Nusa, Abdul, bunday qilishingiz yaxshi emas. So'z berdinglarmi? Bajarishingiz kerak. Devi xola, so'z beraman demadim. Men bor-ku inshaalloh dedim, xolos. Abdul, o'g'lim, inshaalloh deyish Alloh nasib qilsa degani bo'ladi. Nimanidir bajarishga ko'zing yetmasa, u holda va'da bermaganing ma'qul. Chunki biz banda sifatida faqat qodir Allohning irodasiga tayanamiz. Undangina yaxshilik kutamiz va panoh so'raymiz. Tushunarlimi, bolajonlar? Meni kechir, Ra. Meni ham kechir, Sofiya. Endi so'z beraman. Qachon inshaalloh deb aytsam, so'zimda turaman. Ha, aka. Ha, sizlarni kechiramiz. Bu vaqtni esdan chiqarmasligingiz uchun. Oling. Rahmat, Ra. Inshaalloh endi vaqtni esimdan chiqarmayman. Ularga bir qarang. Xo'sh, endi bo'lsa, yo tavba, qovurilgan bananlarning qolgani qani?
Deving hali, ular gapirib turganda hammasini men yeb qo'ydim. Rara, bu nimasi? Rara sovg'asi. Yana bir bor Rarani she'rlar tanlovida g'olib chiqqani bilan tabriklayman. Bu senga. Tabriklayman, Rara. Zo'r-ku. Muborak bo'lsin Rahmat Rara. sizga janob Zidan. Arzimaydi. Voy ko'pligini. Tabriklayman, Rara. Men juda xursand bo'ldim. Voy, qanaqa sovg'a ekan? Ha, Rara, qanaqa sovg'a ekan? Kitob bilan Hmm. juda ko'p qalamlar bor ekan. Bittasini senga sovg'a qilaymi? Voy, Menda juda ko'p. voy. Bunaqa qalam hammada bor. Doim yo'qotib yurishadi. Kerak emas. Berayotgan sovg'angni qara. Qalam ham sovg'a bo'ptimi? Ra, xafa bo'lma-yu, bu qalamni men ham olmasdim. Oo, bu qalamni hammada bor qalam deyishar ekanda. Ratna shunaqa deb aytdi. Qarang nima dedi. Hatto menga bersang ham baribir kerak emas dedi. Axir bu yaxshi qalam-ku, qizim. Ha, oyi, lekin Nur ham xuddi shunday dedi-da. To'g'ri. Balki u hamma bir xil qalamdan foydalanishini nazarda tutgandir, qizim. Oo. Bilasanmi, sendek paytlarim menda ham shunaqa qalam bor edi. Rostdanmi, oyi? Men buni hammaga birma-bir tarqatib chiqmoqchi edim, oyi. Lekin Ratnani aytgan gapidan keyin o'zimni juda ham noqulay his qildim, oyijon. Mashalloh. Demak, bu sovg'ani hammaga ulashging keldimi, a? Ha, oyijon. Inshaalloh, yaxshi niyating ham savob sifatida yozilib, bir kuni albatta ajrini olasan. Rostdanmi? Chunki hadya berish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qolgan sunnat amal sanaladi. Shunaqami, oyijon? Demak, sovg'amni olishmasa ham savob ish qilgan bo'lar ekanman-da. Bu juda ham zo'r-ku, oyijon. Voy. Agar biz tez-tez sovg'a ulashib tursak, bu bizni yomon ishlardan va baxillikdan himoya qiladi. Insonlar qalbini ham yumshatadi. Aytaylik, o'zing sovg'a olganingda doim xursand bo'lasanmi? Albatta, oyijon. Axir sovg'a olaman-ku. Bilasanmi, Rara? Ha, oyijon. Har gal odamlarga ularni xursand qiladigan nimadir berganimizda, qalbimiz ham o'zgacha baxtni tuyadi. Ha, to'g'ri aytyapsiz, oyijon. Ayniqsa, bergan sovg'amizdan odamlarning kulib turishi juda ham ajoyib, oyijon. Buni ko'rib men ham kulaman. Bunday xursandchilikdan o'zimni ham tepalakdek qanot qoqib uchkim keladi. Xo'sh, endi xafa emassan, to'g'rimi? Endi senga bitta taklifim bor, qizim. Hamma uchun qalamni, hamma uchun baxtga aylantirishga nima deysan? Shunday qilsak bo'ladimi, oyijon? Unda tezroq boshlaylik. Rara endi baxt ulashadi. Ha. Mana shunday. Ha. Mana. Yana bu. Ha. Mana. Tayyor. Chiroylimi? Voy, ko'rinishi juda ham ajoyib, oyi. Menga yoqdi. Rahmat, oyijon. Qoyil, qalamlar juda ham chiroyli ekan. Ha. Rahmat. Sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Menga ber, Rara. Mana, ikkitasi qoldi. Voy, zo'r-ku. Voy, juda ham zo'r qalam ekan. Gullari ham bor. O'zing yasadingmi, Rara? Ha, ularni yasashga oyim yordamlashdilar. Ola qol, bittasi senga, Nur. Voy, rahmat, Rara. Ra, menga ham bitta berasanmi? Ha, lekin bittagina qoldi-da. Voy, faqat bitta qoldimi? Ha. Mayli unda. Ratna, bu oxirgisi senga bo'la qolsin. Rostdanmi, Ra? Senga katta rahmat, Ra. Voy, lekin o'zing darsda qanday yozasan, Ra? Menda yozish uchun boshqasi bor.
U ham shunday chiroyli ko'rinishi uchun shunchaki uni bezatishim kerak xolos. Uni chiroyli bezayman. Oo. Iltimos menga ham o'rgatib qo'y. Albatta o'rgataman. Ha, yashasin. Voy, Voy, qo'ng'iroq chalindi. dars Darsga ketdik. boshlandi. Jo'natma. Menimcha bu Rina xonimga albatta yoqadi. Inshaalloh. Ayajon, dadajon, yuringlar. Ketyapmiz, Rara. Ehtiyot bo'l, qizim. Ketyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rina xonim. Nima deysizlar, ular uydamikin yoki yo'qmi? Yana bir chaqirib ko'raylikchi. Oyi, dada. Men chaqirsam maylimi? Assalomu alaykum. Alo, jo'natma bor. Astagfirullah, Rara. Eshikni oching. Assalomu alaykum. Hey, Rara, bunday chaqirish ma'qul emas. nega dada? Baribir Rini xonim bizni eshitmayapti-ku. Lekin bu yaxshi emas, qizim. Dadasi, balki hali kelmagandir. Uyga qayta qolarmiz-a? Ketdik. Shuncha yo'l yurib-a? Assalomu alaykum. Bas qil, qizim. Men juda charchadim. Oo, dadasini qizi charchab qoldimi, ha? Ha, dada, juda charchadim. Nimadan charchading? Kutishdan rosa charchadim. Tushunarli. Lekin biz mehmon bo'lib borganimiz uchun xushmuomala bo'lishimiz kerak. Biroq Raraning so'zlariga ko'ra, agar mehmonga borsak, nima qilishimiz kerak ekan, bilasanmi? Ha, bilaman, dada. Unda eshiting. Qulog'im senda. Demak, bunday avval salom beramiz, keyin esa borib eshikni taqillatamiz. Keyinchi? Oxirida quyuq qilib xayrlashamiz, to'g'rimi? Hammasi to'g'ri. Birinchi o'ringa qo'yish kerak bo'lgan boshqa narsalar ham bor. Dinimizda mehmonga borgan odamning odoblari bo'ladi, ya'ni ziyorat odobi. Ha? Ziyorat odobimi? Ular qanaqa, dada? Shunday qilib, kimnidir ko'rgani borsang, shunday hadis bor. 3 marta uyga kirishga ruxsat so'rang. Ruxsat berilgan bo'lsa, kiring. Bo'lmasa, uyingizga qayting. Shunday qilib, mehmonga borganimizda 3 martadan ortiq salom bermasligimiz kerak. Demak, faqat 3 marta salom aytish kerakmi, oyijon? Ha, eshikni qattiq taqillatib ham bo'lmaydi. Chunki bu uy egasini bezovta qiladi. Boya sen nima qilib qo'yganing yodingdami? Voy, nima qilib qo'yibman, dadajon? Mana bunday qilding. Qarab tur. Taq. Yana tinmay baqirding. Rene xonim, uydamisiz? Assalomu alaykum. Yodingdami? Mana shunday qilding. Mehmon sifatida taklifsiz ichkariga kirishimiz va oldin o'tirib olishimiz ham joiz emas. Va nihoyat, hech qachon uy ichiga mo'ralab yurma. Islom ta'limotiga ko'ra ziyorat odobi shulardan iborat, qizim. Dada, oyi, meni kechiringlar. Demak, mehmonga borsak, faqatgina salomlashish, taqillatish bilan xayrlashishga e'tibor qaratmaslik kerak ekan. Men endi tushundim. Bundan keyin hech ham baqirmayman. Ichkariga ham mo'ralamayman. Barakalla. Ajoyib, qizim. Dadajon? Masalan, mehmonlar kelib qolsa-yu, oyim bilan biz hali hijob o'ramagan bo'lsak, unda nima qilamiz? Xo'sh, dadajon? Ha, yaxshi savol, Rara. Nima deb o'ylaysan, onasi? Ha, o'zim bilaman. Rara darhol ishga kirishadi. Ha. Bu yerga yelim surtamiz, keyin esa yopishtiramiz.
kes. Ha? Dada. Ha. Alhamdulillah. Tayyor bo'ldi dada. Alhamdulillah. O'zing ajoyib qilsan-da, qizalog'im. Iltimos, sabrli bo'ling. Bizga hijob kiyib olish uchun vaqt bering. Rahmat. Sabzavot hosili. Salom Laraning muxlislari, assalomu alaykum. Yangi nimadir bilib olmoqchimisiz? Bu tong saharda sodir bo'ldi. Rara hammadan oldin uyg'ondi. Shunday qilib Rara oyisi, dadasi va Nusa akasini bomdod namoziga uyg'otishi mumkin. Shuning uchun Raraga telefon olishga ruxsat berishdi. Alhamdulillah. Voy, bu dadammidi? Dada, do'kondan kelyapsizmi? Odatda sabzavotni oyim sotib olardi. Men do'konga bormadim. Bu hosildan olingan sabzavotlar. Bizda tomorqa bormi, dada? Tomorqadan emas. Qara, sabzavotlarni o'sha yerdan terib oldim. Voy, bu shunchalik osonmi, dada? Bu nima o'zi, dada? Buni gidroponika deyishadi, qizim. Shu qurilma yordamida o'zimiz uchun sabzavotlar yetishtirishimiz mumkin. Bundan chiqdi, agar bizda gidronika o'rnatilgan bo'lsa, demak, gidroponika. Ha, to'g'ri. Demak, unda sabzavotlarni sotib olmasak ham bo'lar ekanda. Barakalla, Rara. Shunchaki sabzavotlar pishishini kutasan, keyin hosilni terib olasan. Shundan so'ng oying sabzavotlardan xilma-xil ovqatlar pishiradi. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. Dada. Ha, nima? Tush ko'rmayapmanmi? Rara rostdan ham sabzavotlarni yeyaptiman. Ha, ya. Balki bu bizni Rara emasdir, a? Nusa, iltimos meni bir chimchilab ko'r. Voy, dada, axir men rostakam Raraman-ku. Faqat oldin sabzavotlarni yoqtirmasdim. Demak, oldin sabzavotlarni rostdan yoqtirmasding-a? Baribir qo'lga tushdim. Oldin ularni ta'mi ham, barglari ham bir xil deb o'ylardim. Endi bilsam, sabzavotlarni yeyish juda mazali va foydali ekan. Rostdanmi? Ha. Qani unda menga aytchi, nimasi foydali ekan? Shunday qilib, sabzavotlar vitaminlar va minerallarga boy bo'ladi. Shunaqa. Agar ularni yeb yursak, doim sog'lom va kuchli bo'lamiz. Rostdanmi? Juda ham kuchli. Va sog'lom. Shunaqami? Va yana terimiz chiroyli va silliq bo'ladi. Oxirgisini menimcha o'zing o'ylab topgansan. Yo'q, oyimga bir qarang, terisi biram silliq. To'g'ri. Misol uchun, mana bu xantal ko'katlari A vitamini, C vitamini To'g'ri. va yana K vitaminiga juda boy. Ha. Yana yurak kasalliklari ehtimolini ham kamaytiradi. Ana aytmadimmi? Qolaversa, antioksidantlar organizmni stressdan himoya qila oladi. Wow, qanday ajoyib! Yana qanday foydasi bor, oyi? Xantal ko'katlari suyaklarni mustahkamlab, ko'zni ravshanlashtiradi. Yana haligi terini ham silliq qiladi. To'g'ri aytibmanmi? Ha, shunaqa. Nyam. Dada, xantal ko'katlardan tashqari yana qanday sabzavotlar eksak bo'ladi? Shoshmay tur, qizim. To'g'risi hali o'ylab ko'rmadim. Voy, rostdanmi? Ismaloq, karam, selderey, moringa sabzavotlari, iloji bo'lsa do'kondan sotib olayotgan barcha sabzavotlarimizni shunda hammasini o'zimiz yetishtiramiz. Qoyil. Endi dadam katta dehqon bo'lmoqchi shekilli. Qani kep qoling, olib qoling. Sabzavotlar bor, ta'mi ajoyib. Dada, nima deysiz? Men ham sabzavot eksam bo'ladimi? Lekin avval ovqatingni tugatib qo'yishing kerak. Yeb bo'ldim-ku. Xo'sh, yana sabzavot bormi? Tugab qoldi. To'ymadingmi? Albatta, hammasini yeb qo'yding. Ha, to'g'ri. Dada, menga haligi nima edi? Gidroponikani o'rgatasizmi? Albatta. Singlim katta dehqon. Ona qizim. Yashasin. Albatta o'rgataman.
Rara ishga kirishdi. Taram. Dada, ehtiyot bo'ling. Ha. Bunisi mana bu yerga. Davom et. Yana biroz. Ha, shunchasi yetadi. Yaxshi. Mayli, endi bu yerga qo'yamiz. Ha, qoyil bo'ldi. Ha, Alhamdulillah. Endi pishishini kutamiz, dada. Sug'orishni ham unutma. Xo'p, dada. Ha. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.